Hozir bir ish qilmoqchiman, iynamga bildirmasdan. Kecha tovuqning tagiga 9 ta tuxum qo'ydik. Yana 2 ta qo'yaylik, 11 ta bo'lsin desam, yo'q dedi. Xudo barakasini bersin dedi. Keyin mayli deb qo'ydim. Hozir 2 ta tuxumni olamandan tovuqning tagiga bildirmay qo'yib qo'yaman. Bilib qolmasdir. Hozir iynam uyda, dam olishga kirdi. Ha, zerikdingmi? Ha, iynang ham kelib qoladi. Oz qoldi. Bittasi tuxum qo'yapti, sekin bildirmasdan. O'n uchta sovaraylik. 13ta bitta tuxum qoldi. Asta chiqamiz. Bir gap eshitdim. Mana tuxum uzun bo'lsa, xo'roz chiqadi dedi. Mana bu 2 ta tuxumi uzun. Mana qo'limning altidagi turdi. Uzun mana 2 ta tuxum. Shular xo'roz bo'lsa kerak. Hozir 4 ta tuxum qo'ydim. 13 ta tuxum bo'ldi. Endi bilib qolmasdir.